Assalomu alaykum, aziz fermerlar, aziz obunachilar. Mana bugun Sirdaryodagi fermamizda Delta Scraper o'rnatganmiz. Bir hafta davomida Robi Agrotech kompaniyasi va TST Agro kompaniyasi bilan birga. Assalomu alaykum. Bu Sirdaryodagi fermer xo'jaligida Delta Scraper o'rnatildi. Bu molxonamizda ko'rishingiz mumkin, uzunligi 110 metr. Jami 8 ta Delta Scraper o'rnatilgan, 2 ta motorli boshqariladi. Har bitta navozli alayimizda 2 tadan Delta Scraper o'rnatilgan. Motor privodi bu zanjir orqali boshqariladi, qolgan qismlari to's orqali yurg'iziladi. Bu scraperimizda Gollandiya Royal de Bourg korxonasi ishlab chiqarilgan. TST Agro korxonasini yetkazib berib, Robi Agrotech korxona bilan birgalikda o'rnatgan. Bu zavodimizda 156 yil davomida ishlab chiqariladi. Molxona uchun uskunalar, jihozlarni ishlab chiqaruvchi korxona hisoblanadi va butun dunyodagi mashhur Gearga o'xshagan boshqa korxonalar uchun ishlab chiqarish zavodi hisoblanadi. Dana scraperimiz eni 100 cm dan boshlab 5 cm gacha bo'lishi mumkin. Temiri bu Gaychan sirkovka orqali tayyorlangan. Poliuretan plastinkasini ko'rishingiz mumkin va zanjiri bilan roliklari kaloniy temirdan yasalgan. Hop, Royal de Bourg kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan o'sha Gollandiyada ishlab chiqarilgan Delta Scraperimizning miyasi, ya'ni o'sha asosiy kompyuter qismi DJ321 kompyuter bilan jihozlangan. Bu kompyuter bittada 3 ta scraper, ya'ni 3 ta navozanliklarni bemalol tozalashga ishlab bera oladi. Buni yaxshi tomonlaridan yana bittasi, bunga juda ko'p qo'shimcha funksiyalar qo'shsanglar bo'ladi. Undan tashqari, xohlasanglar planshetdan, mana xohlasanglar planshetdan, xohlasanglar kompyuterdan uzoq distansiyalardan turib ham boshqarish funksiyalari bor. Ya'ni xohlasanglar mana turib olib planshetdan shunday bosib qo'yib ham anaqani ishga tushirib olsanglar, scraperlarni ishga tushirib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari, planshetdan yoki kompyuterdan muammolarni yoki qanaqadir xatolar yoki sigir yotib qoldi, boshqa har xil anaqalarni vaqtida ishladimi yo'qmi hammasini anaqadan ko'rib tursanglar bo'ladi. O'sha boyagi kompyuterdan yoki planshetinglardan ko'rib tursanglar bo'ladi. Hop, yana bitta yaxshi fishkalardan, yaxshi tomonlaridan bittasi avariyni stop knopkasi o'zida. Любой moment kelib qidirib yurmaysiz, boshqa qilmaysiz, to'g'ri oldiga kelsangiz bo'ladi. Yana ko'p qo'shimcha narsalar qo'shsanglar bo'ladi. Masalan, bittasi mana tepada o'rnatib qo'yganmiz, bu datchik temperatura. Masalan, havo tushib ketish ehtimoli katta fermalarda, ochiq bo'lgani uchun, boshqa bo'lgani uchun 0 dan pasaygan bo'lsa, suv muzlagan paytda go'ngam boyagi zanjirlar ham muzlab yopishib qolish ehtimoli bor. O'sha narsa bo'lmasligi uchun o'sha Delta Scraperlarni pastayanni sovuq paytda o'zi avtomatik ishlatib turadi. Ya'ni misol uchun 5 gradusga qo'yib qo'ydingizmi, 5 gradus bo'lishi bilan paket isimagunicha havo Delta Scraperlar ishlab turaveradi. O'shanda sizga undan keyin bo'lishi mumkin qanaqadir muammolar bo'lsa, ya'ni buzilish ehtimoli bo'lgan muammolarni hammasini oldini olib beradi. Yana bitta yaxshi funksiyalardan bittasi, mol masalan yotganda ko'p scraperlarda bor bu narsa, lekin hamma ham qo'yilmaydi, arzonchilarda yo'q bu narsa aniq. Mol yotib qolgan bo'lsa, yo'lida to'xtaydi. Uni o'zingiz planshetdan yoki kompyuterdan nastroyka qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'sha borib qanaqa nagruzkada uriladi, qanchadan qancha orqaga qaytadi, qancha vaqt kutib turadi, o'shalar hammasini nastroyka qilsa bo'ladi. Undan tashqari, o'sha urilgan periodini, ya'ni 30 sekund kutdi deylik, 30 sekunddan keyin yana borib urildi, mol turmadi. 2 marta, 3 martami, 10 martami, necha marta xohlasangiz borib harakat qilaveradigan darajada nastroyka qilib qo'ysa bo'ladi u tomonlarni hammasini. Delta Scraper o'rnatilgandan keyin ko'rib turibsiz, juda toza. Bu Delta Scraper faqat tuyoq emas, bu bazamiz juda kattalik bo'lganligi uchun ammiak gazini yig'ilishini oldini oladi. Bu mollarda stressni kamaytirib, sutni unumdorligini oshiradi. Va uchinchidan inson omili, ya'ni mehnat unumdorligi oshishiga sabab bo'ladi. Bu yerda masalan o'sha ikkita ishchi ishlagan bo'lsa, endi o'sha ishchilar yo'q, o'rniga robot ishlaydi bitta. Gapim oxirida shuni ta'kidlamoqchimanki, bu ishimizni mana yakunladik. Xudo xolasa Robi Agrotech kompaniyasi va TST Agro kompaniyasiga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Va xudo xolasa sizlar ham aloqaga chiqinglar. Yaxshi kompaniya, xudo xolasa bundan ham oldinda bo'lamiz, xudo xolasa.